daromad topish uchun uchta eng yaxshi platforma. Sizlarga uchta saytni ko'rsatib bermoqchiman. Bu saytlar orqali masofadan o'zingizning asosiy ishingizga xalaqit qilmasdan xizmatlaringizni ko'rsatib yoki har xil elektron fayllar, elektron hujjatlar sotib daromad qilishingiz mumkin. Birinchi sayt Sof.uz sayti. Aynan shu sayt birinchilardan bo'lib chiqarilgan. Ya'ni shu g'oyani undan oldin ham bo'lgan, lekin bu boshqacharoq ishidi. Bu yerda har xil fayllar, ya'ni biznes rejalash shu yerda ko'rsatilgan fayllar, ya'ni elektron fayllar, mustaqillik, diplom ishi, ya'ni misol uchun kurs ishlari, taqdimot, biznes rejalar, har xil shular narsalarni olishingiz mumkin, tayyor holatda bo'lishi mumkin. Yoki o'sha ma'lumot olish uchun qo'llanmasi bo'lishi mumkin shu narsani. Taqdimot kurslari asosan shu taqdimot, mustaqillik ish, kurs ishi, testlar, o'quv qo'llanmalar ko'proq tarqalgan. Bundan tashqari dizayn nimalari ham bor. Fayllari. O'zingizga kerakli har xil dizayn fayllarni topishingiz mumkin. Dasturlash xizmatlari, veb-saytlar, har xil kategoriyalar bor. Mana shu. Endi asosiy hujjatlarni ko'rsatmoqchi bo'lsam, shu yerda o'zingiz kirib olsangiz bo'ladi. O'zingiz misol uchun biror yoqqan fayl bo'lsa, kirasiz, xarid qilishni bosib sotib olasiz. Ma'lumotlar boshqa oldin akkaunt ochib qo'yganligingiz o'zi kelib ketadi mana bu yerda. Yoki akkaunt ochib kirasiz, keyin sotib olasiz. Endi xullas bu yerda kirib tanishishingiz mumkin. Saytni o'zi haqida bunda istalgan odam sizda ham shunaqa fayllar bo'lsa daromad qilishingiz mumkin. Elektron kitoblar, endi misol uchun bu yerda buyurtma berish ham mumkin. Qanday nimalarni kiritib ro'yxatga o'tish tartibi shu yerda. Avval ro'yxatga elektron pochta, telefon raqam yoki Telegram, Google orqali kirish mumkin. Bu yerda xaridor sifatida, sotuvchi sifatida kirish uchun shu saytni Seller Sof.uz deb yozsangiz chiqadi. Bu yerda o'sha Sof.uzni sotuvchilar uchun qismi. Bu yerda mahsulot yuklab sotib daromad qilsa bo'ladi. Har xil fayllar yuklab nima qilasiz, sotiladi. O'sha sotilganini ma'lum bir qismini komissiya sifatida olib qolib, o'zingizni balansingizda mana bu yerdan tushirib olsangiz bo'ladi. Mana haqiqiy summalar bu yerda ko'rsatganman. Sayt egalariga taklif yuborsa bo'ladi, murojaat. Keyin boshqa yerlardan funksiyalari bor. Mahsulot yuklash tartibi. Mana shu kategoriyalarni o'zingizga kerakligini tanlaysiz. Misol uchun 20 kategoriyasi bo'lsa, bu yerda faylni tanlaysiz, biror faylni. Keyin misol uchun sun'iy intellekt o'zi nimalarni to'ldiradi. Misol uchun o'zi o'ylab nomini topib yoki tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'lga kiritaman desangiz bir nechta faylni birgalikda yuklash mumkin. Telegram orqali Telegram bot bor, o'shanda ham yuklashingiz mumkin. Bittada 20 tagacha fayl yuklaysiz. Undan keyin to'xtatib turib yana 20 ta yuklasa bo'ladi. Bitta yuklaganda 20 tacha yuklasa bo'ladi. Bu yerda ham shunday
maksimal 10 ta deyishdi. Endi boshqa kategoriyalarga ham kirib ko'ramiz. To'g'ri. 3D dizayn va shablonlar. Bu yerda Z-file bilan o'zingizni qanday sohaga oid shablon bo'lsa, misol uchun dizayn shablonlari yoki boshqa narsa shablonlar va dasturlarga ishlatilgan. Rendering tanlaysiz. Bu yerda platforma orqali yaratilganligi, mahsulotnoma, kategoriya, poster. Bu poster o'sha shabloningiz ustida turadigan ko'rinib turadigan narsa, ya'ni odamni jalb qilish uchun o'sha qanday fayllik haqida qisman tushuncha olish uchun va tasavvur qilish uchun. Bu yerda shakllar bor, qanday shaklda ekanligi, ranglari, materiallari, mahsulot narxini kiritasiz. Xohlasangiz bepul ham bo'lishingiz mumkin. Endi o'zingizga xohlasangiz. Ortga qaytish. Endi boshqaruv panelida bu sotuvlarimizni ko'rsa bo'ladi. Bu yerda filtrlar ham bor. Oyma-oy yoki yil bo'yicha 2025-yil bo'yicha mana eng yuqori daromad shunday bo'lgan ekan. Bu men top sotuvchilardan emasman. Kamroq fayl yuklaganim uchun kamroq daromad bo'lgan. Qancha ko'proq fayl yuklagan bo'lsangiz, shuncha ko'proq daromad bo'ladi. O'sha odamlar Google'dan yoki Yandex kabi qidiruv tizimlaridan kirib kelib, o'sha faylingizni ko'rib sotib olishlari mumkin. Yoki Sofuz keyinchalik Sofuzga o'rganib chiqqandan keyin Sofuzni o'zlari ham qidirib topib olsa bo'ladi bemalol. O'sha yerdan qidirib ham kelishlari mumkin. O'zingiz yuklayotgan fayllarni doimiy kuzatib turishingiz mumkin. Bu yerga narx, boshqa narsa ular sotilgan mahsulotlar, yuklangan mahsulotlar, moderatsiya. Bu moderatsiya degani tekshirish jarayonida turgani, bekor qilinishi ham mumkin. Qachonki bekor qilinadi? Bu misol uchun o'zingizga tegishli bo'lmagan mahsulot yoki saytning qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydigan mahsulot bo'lishi mumkin. Saytning qanday qoidalari bor desa, o'sha ichida shaxsiy ma'lumotlar bo'lmasligi kerak yoki noqonuniy nimadir diniy shu narsalar bo'lmasligi kerak, boshqa narsalar qonunlarga zid narsalar bo'lmasligi kerak. Boshqalarni ham o'zingiz tanishtirsangiz bo'ladi, veb-saytlar bilan bor. Endi mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri sayt adminlariga bog'lansangiz bo'ladi, Telegram orqali yoki shu yerdan bu yerda mutaxassislarni nomini bo'yicha qidirsangiz ham bo'ladi. Ya'ni mana masalan o'zingizni profilingizni ko'rishingiz mumkin. Qidirib hozir bu yerda chiqadi. Kiraman. Aynan sahifamga kiradi. Endi bu yerda men qilgan ishlar, o'zim haqida ma'lumot berish, portfolio, siz qanday yuklab qo'ysangiz bo'ladi, xizmatlar, mahsulotlar, izohlar ham bor. Ya'ni bu fayl sotib olgan odamlarning izohlari. Endi portfoliyani kiritish uchun esa mana bu yerda software'lar bo'lib turibdi. Shuni freelancerga o'tkazishingiz kerak. Bu freelancer profilingiz sizni bu yerdan xizmat qo'shasiz, portfolio qo'shasiz. Portfolio bu o'zingiz qilgan ishlaringizni ko'rsatish uchun qilasiz. Rasmlar, boshqa narsalar ko'rinishda. Bu yerda xizmat qo'shishni ko'rsak, xizmatnoma, misol uchun taqdimot tayyorlash, boshqa narsani misol uchun mana shu so'roq berish turgan joydan beri hammasida ma'lumot olib bo'lsangiz bo'ladi. Yo'nalish tanlashingiz kerak. YouTube videoga shu bo'yicha xizmatingiz bo'lsa, YouTube xizmatingiz bo'yicha YouTube video bo'lsa, shu yerda qo'yishingiz mumkin. Ixtiyoriy rasm yuklash. O'sha mahsulot haqida rasm yuklash kerak bu yerda. Keyin qolgan narsalar, so'ralgan narsalar bo'yicha to'ldirib ketasiz. Narx belgilasangiz, keyin qo'shimcha misol uchun odamlarda tuyulishi mumkin bo'lgan savollarga bu yerda javob yozib ketasiz. Sayt siz freelancerlik faoliyatingizni
vositachilik qiladi shu faoliyatingiz uchun. O'zini ma'lum bir komissiya olib qoladi. Bu yerda xizmat qo'shish oldin ko'rganimizdek xizmatlar, oldin qo'shilgan xizmatlar tasdiq moderatsiyada o'tiriladi, keyin tasdiqlanadi. Men buni kiritib qo'yganman, lekin foydalanmaganman unchalik. Portfolioingiz, buyurtma, oldin qilgan buyurtmangiz bo'lsa, keyin ariza va takliflar yuborgan bo'lsangiz boshqacha. Endi mana bu profil rasmi ustiga bosganda ham ma'lumot chiqadi. Bu shunchaki statistika, haftalik. O'zingizga ko'rib olsangiz bo'ladi. Keyin o'zingiz mabodo sizga savollar qo'ygan, qo'shimcha savollar tug'ilgan bo'lsa, mana shu yerlardan ko'rib olsangiz bo'ladi. YouTube video ham bor. Ularning o'zlarining YouTube kanali bor. O'zingizni bu yerda hamma qo'llanmalar bor. Bu yerga o'tsangiz, boshidan kuzatib borsangiz, qanday loyihalar haqida, qanday foydalanish, sotuvchi bo'lib qanday ro'yxatdan o'tish, saytning funksiyalari, qanday qilib mahsulot yuklash, bu yerda hammasi batafsil ko'rsatilgan. Yo'q degan bo'ladi. Shu yerlardan to'liq ma'lumotlarni olib bo'lsangiz bo'ladi. Yana kamiga adminlarning o'zi bilan bog'lansangiz bo'ladi. Endi sotuvchi bo'lish tartibi, bu yerda statistik ma'lumotlar, bu yerda top sotuvchilar. Mana men 110-birinchi o'rindaman shu daromad bilan. Misol uchun ular ancha ko'p yuklagan, 5484 ta. Bundan ham ko'p yuklaganlar bor va ular hali yangi bo'lgani uchun hali bu darajada daromadga chiqmagansiz. Siz mingtalab fayl yuklab qo'ysangiz bemalol, misol uchun ularda daromadingiz ko'payib turadi. Qancha siz qo'shimcha daromadga kerak bo'lsa, asosiy daromadga kirishi mumkin. Foydalanish yo'riqnomasi bor. Ya'ni bu yerda qonun qoidalari foydalanish bo'yicha mana bu yerda qo'llanma. Aytgancha mana bu saytning ko'rinishini, rejimini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu yerda qo'llanmalar, keyin buyurtmalar bilan ishlash bo'yicha qo'llanma, fayl yuklab sotish bo'yicha PDF qo'llanma. Buni yuklab olib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Videolar. Mana bu yerda bildirishnomalar keladi, sotish bo'yicha, e'lonlar bo'yicha. Endi yana bir boshqa saytni ko'rsatmoqchiman. Endi Ijod24.uz sayti. Shu yo'nalishdagi boshqacharoq ishlab chiqarilgan sayt. Yo'nalish bir xil bo'lsa ham, u ishlab chiqaruvchilar boshqacha, o'zining qonun qoidalari biroz farq qiladi. Bunda faqat frilanserlik bo'lmasa ham mahsulot yuklab daromad qilsa bo'ladi. Yana misol uchun buni ishlab chiqarish jarayoni faqat bir-biridan ko'chirilmagan. Google'da fayllar bunga misol uchun SEO boshqacha ishlab chiqarilgan, umuman dasturlashtiruvchi kodlar boshqacha ishlab chiqarilgan. Ba'zi bir joylari ishlash prinsipi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin shu fayl yuklab daromad chiqishga qaratilgan. Mana bu yerda meni adashmasam. Mana shunday bo'lib chiqadi. Endi
asosan o'zingiz fayllarningizni shu tariqa ko'rishingiz mumkin yoki ularda ham top sotuvchilar guruhi bor. O'sha yerdan ko'rsangiz bo'ladi, uni ham ko'rsatib o'taman. Sizlar tushunsa pastroq deydi uniki ham. O'zgartirib qo'yishmagan bo'lsa o'zgartirib qo'yish shekilli. Ne ozod bo'lmaydi. Nimagadir men o'zim fayllarni ham ko'rib qoldim. Avvalroq misol o'zingizni faylingizni mana bu yerga qidirib ham o'zingiz profil topib olishingiz mumkin. Bularda xuddi o'tish tartibi ham shunaqa, deyarli o'xshash. Telegram orqali, Google orqali, telefon raqami orqali. Bu yerda lekin bundan farqli. Login qilib ham kirsa bo'ladi. Har safar Telegram botdan kod oladi qilib ham kirsa bo'ladi. Endi sotuvchi profiliga o'tish uchun shu sayt nomini oldik. Sotuvchi so'zini qo'shib qo'yamiz. Sotuvchilar uchun qismiga o'tadi saytni. Endi bu yerda biroz internet ishlamayapti. Ellik olti ismi. Ishlabi, mana top sotuvchilar oldin ko'rganmiz. Bu yerda 9tacha odam chiqib ketdilar. Bularning ham daromadi yaxshi. Bu sayt yangi bo'lishiga qaramasdan daromadi yaxshi bo'lib kelyapti. Chunki ko'p yuklaganlar ham nimasi SEOsi nisbatan tezroq ishlaydi, yaxshiroq ishlaydi. Texnik tomondan ham o'sha ular bu saytlar bir-biridan farqli jihatlari bor. Bu oddiy foydalanuvchiga bilinmasligi mumkin. Bu sotuvlar bo'yicha keyin fayl yuklash samaradorligi bo'yicha bilinadi. Bu yerda ma'lumotlar, sayt afzalliklari, so'ralgan savollar shu yerda batafsil o'zing o'qib chiqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda shartlar, saytdan foydalanish bo'yicha endi bu kirishga kelsak, mana shu botdan faqat sotuvchi profillariga kirish uchun bir safar shunday qilib Telegram bot orqali kirishingizga to'g'ri keladi, chunki bu xavfsizlik uchun qilingan. Noqulay bo'lsa ham xavfsizlik uchun maqsadida qilingan, xavfsizlik maqsadida. Bir kere kirmasdan to 4-5 soatgacha kod kiritmasdan qayta kirsangiz bo'ladi. Oxirgi kirgan vaqtingizdan 4-5 soatgacha nima qilsangiz bo'ladi, kodsiz kirsangiz bo'ladi. Kod olish uchun yangi kod olish maqsadingiz, misol siz saytga qaytasiz, endi chuvin kiritasiz. Bu yerda ham tungi rejim va yorug' rejimlar bor. Bu yerda bundan tashqari rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bu binafsha rang, qizil rang, yashil rang, sariq rang, plus o'zingizga mosini. Mana bu yerda hozir statistika ham bor pastda. 2025-yilni ko'rsak, bunda men o'zim ham kelganman bu yerga. Shunday ham yomon emas, hozircha. Oylar bo'yicha ko'rsangiz bo'ladi. Endi hujjatlaringizni ko'rsangiz bo'ladi. O'zingiz yuklagan hujjatlarni, misol uchun bekor qilinganda nima bo'lgan, boshqa sotuvchi tomonidan yuklanganmi? Yoki boshqa takror mahsulot yuklangan bo'lsa, yoki ichidagi narsa to'g'ri kelmagan shularni ko'rsangiz bo'ladi. Mana bunday qilib kerak narsa qilinmay qolgan bo'lsa, ustiga bosib o'tsangiz, bu narsa qayta qilinishi mumkin. Bu misol saytga yuklashdagi
xatolikdan kelib chiqishi mumkin. Buyurtmalar mana bu yerda sotilgan mahsulotlar bo'yicha ma'lumotlar kelib turadi. Qaysi mahsulot qancha pulga sotilganini, to'lovlar tarixi, siz balansda pul yechib olganingiz bu yerda ko'rinishi kerak edi. Ko'p marta yechib olganman bu yerda. Shunchaki hozir ko'rinmayapti nimagadir. Shu yerda bu ham real summalar. Kam-kamdan yechib olganman bunda o'zimga. Shoshib kerak bo'lib qo'yganim uchun. Bu yerda sozlamalar, profilingi sozlamalar, boshqa narsalar bor. Bu zona kontrdagi bu ne ekan? Endi hujjat yuklash tartibi. Bunda ham fayllar yuklash bor. Bu funksiyani boshqa saytlarga nisbatan birinchi bo'lib qilishgan, ya'ni ko'p faylni birdan yuklashni, bir necha fayl yuklashni. Bitta faylni yuklash tartibiga kelsak, hujjatnoma, bunda ham fayl o'zi, kategoriyasi, narxi tavsiya kiritish mumkin. Bir nechta fayl yuklashda ham shunaqa. Keyin ma'lumotlar sun'iy intellekt orqali ham to'ldirish mumkin. Keyin fayllar tarixini ko'rishingiz mumkin. Endi bir nechta fayl yuklatsangiz, narxini umumiy qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bunda 20 ta, maksimal 20 ta, bir vaqtni o'zida maksimal 20 ta va 100 megabayt hajmda yuklashingiz mumkin. Endi asosiy funksiyalar shular. Sotib olish tartibi. Kirasiz, akkaunt ochilgan bo'lishi kerak. Sotib olasiz, saytning o'zining komissiyasi bor. O'sha komissiyasini olib qilib sizga fayl chiqadi, shu yuklab olish chiqadi, shu sotib olish tugmasi o'rnida keyin yuklab olasiz, ishga tushirasiz. Bu yerda ham ma'lumot yoziladi. Bu teklar saytni o'sha yerdagi shu mahsulotni Google tizimlari orqali chiqib kelishiga sababchi bo'ladi. Endi yana yaqinda nima tashkillashtirilgan bu sayt bor. Bu boshqa tomonidan endi o'sib kelayotgan sayt bor. Uni ham tanishtirib o'taman. Sizdagi hammasini tanishtirayotgan sababi baribir ko'p mana shu uchalasiga ham qilsangiz nisbatan bitta saytda ishlagandan ko'ra daromad yuqoriroq bo'ladi. Bu ham ancha yaxshi ishlab chiqarilgan. Mana yangiliklar bo'limi, kategoriyalar, bu kategoriya misol uchun xaridorlar fayllarni topib olishi mumkin. Bu yerda ham fayllar ko'rsatiladi. Ko'p sotilayotganlar, boshqa narsalar, ko'p ko'rilayotganlar, eng yaxshi deb topilganlar, xullas shular ko'rsatiladi. Katalog bu o'sha qaysi yo'nalishlar bo'yicha laboratoriya ishlab ko'rishlar, taqdimotlar bu yerda alohida ko'rsatiladi har biri. Endi mualliflar bu yerda o'sha saytda sotuvchilik qiladiganlar ko'rsangiz bo'ladi. Shunchaki aytganimizdek, bu yerda savollar, ya'ni bu sayt qanday saytligi bo'yicha, platformada qanday foydalanish mumkin, hujjat qanday formatda bo'ladi, o'sha shu kabi savollar bo'ladi. Bu qaytarib olish yoki yuklab olishlik bo'yicha savollar xaridorlar uchun. Endi sotuvchilar uchun ham savollar paydo bo'lganda shu yerda savollarga javob olish imkoniyati bor. Muhimi, maqsad o'zingizga tegishli bo'lgan fayllarni yuklashingiz kerak. Shu eng asosiy qoida. Uchala saytdan bu sotilish profili. Bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi.
asosiy qismga o'tsak, sayt haqida ma'lumot, qisqa ma'lumotlar, keyin sotuvchilar, Tamamıyla ütülür. yana ko'p so'raladigan savollar, boshqa akkaunt yaratish, boshqa nimalar, bu yerda ham shartlar, oferta shartlari, profil. Bu saytga yangi bo'lgani uchun hali mening daromadga chiqishga ulgurmadim. Fayllarim ham kam edi. Lekin sotuvchilar sotuvlar boshlanib bo'lgan. Asta-sekin boshlanyapti. Ertaroq kirsangiz o'zingiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Hozir raqobat kam. Bu bozorni ko'proq qismini egallab olishingiz o'zingizga plyus bo'ladi-da. Faqat o'zingizga tegishli bo'lgan, o'zingiz javob bera oladigan fayl bo'lishi kerak. Bo'lmasa saytdan o'chirib tashlanadi yoki o'chirmagan taqdirda ham egasi kelib shikoyat qilib, sizni o'ziniki egaligini isbotlab bersa, o'sha fayl o'ziniki ekanligini isbotlab bersa, saytdan o'chirib tashlanadi, sizni profilingiz bloklanishi mumkin. Ular har xil choralar ko'riladi. Bu yerda esa statistikani ko'rishingiz mumkin. Hafta, oy, yil bo'yicha. Bu sayt hali yangi, yaqinda ancha kam vaqt bo'ldi va shuning uchun bu video ko'rayotgan paytingizda sal o'zgargan bo'lishi mumkin. Hali yangi funksiyalar tez qo'shib ko'rilmoqda. Boshqa saytlarga o'xshamagan funksiyalari ham bor. Bu rejada turibdi hali. Sayt o'zini planlari bor, o'sha planlar bo'yicha qilib ketyapti. Hali ko'p funksiyalar qo'shishyapti. To'lalarni bu yerda yechib olishingiz mumkin. Eng kam summa 25 ming so'm. Fayl yuklash tartibi bunday: Telegram orqali yuklash, bitta yuklash, hujjatnomaga kiritasiz, tavsif kiritasiz, kategoriya, doimgidek ikkala so'zlar bu teglar, bu nimani chiqishi uchun Google, Yandex va boshqa qidiruv tizimlarida chiqishiga, mahsulotingizni tez topilishiga yordam berish uchun xizmat qiladi. Sozlamalar ko'rsatib o'tdim. Bu yerda o'zlaringizni aloqa ma'lumotlari ko'rib, o'zlariga bog'lansangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha nimalar uchun yoki Telegramdan bog'lansangiz bo'ladi. E-mailga yozib, telefon raqamiga yozib, boshqa o'zingizga kerakli savollarga javob topishingiz mumkin. Ular shular. Bu real vaziyatni ko'rsatishingiz bo'ladi. Mahsulotlarni kirib ko'rishingiz mumkin o'zingiz. Nima qilsa masalan, o'zingiz faylingizni topsangiz, aynan shu yerda o'zingizni profilingizga o'tib ko'rsangiz ham bo'ladi. Yoki o'zingizni hujjatlaringiz bo'limida mana bu yerda biror bir tasdiqlangan faylingiz bor. O'sha o'zini nimasini, havolasini nusxalab olib, brauzeringizga qo'ysangiz, o'sha mahsulotni o'zini topasiz-ku. Endi shu yerda muallif bor, muallifga o'tsangiz, shu yerda o'zingiz profilingizni topib olasiz. Masalan, birovlarga tarqatishingiz mumkin. Yoki ijtimoiy tarmoqlardagi bioingizga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Shu yerdan bilib olsangiz bo'ladi. Xullas, video shunday iborat edi. Aytilmagan qandaydir ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, saytni o'zidan ko'proq qidirib,
o'shalarni adminlariga bog'lanib, saytlarni o'zingiz kirib ko'rib daromad qilish mumkin. Qancha ko'proq joyda bu saytda fayl yuklagan bo'lsangiz, keyin ularni hammasiga yuklash tavsiya qilinadi. Chunki o'zingiz uchun o'zingiz daromad qilish ehtimolingiz oshadi. Ko'p joyda bo'lganingiz uchun sizni qidiruv tizimlarida qidirganda shunga o'xshagan saytlardan chiqib kelgani uchun hujjat 4.3 dan chiqib kelyapti, 9 dan chiqib kelyapti. Bu o'zingizga faqat plyus fayllaringiz ham shu yerdan chiqib keladi. Har tomonlama o'zingizga foydasi bor. Xullas video shunday iborat edi.